bitta, ikkita, uchta yonma-yon qurib bitqizilingan hovlilarimizni ikkitasi sotib bo'lindi jigarlar. Ulgurdi. Tez kelib sotib olmasangiz, keyin telefon qilgandan keyin sotilgan uy qo'yib sallatib turib bahona qilasizlar jigarlar. Qaranglar. Bitta dona shu uyimiz qoldi sotuvda. $110,000 dan ikkita yon tarafi sotildi. Eng tartibida qolgan shikalat mana shu uyimizda. Xudo xolasa ancha chiroyli narxga kelishib qo'ydi jigarlar. Qaranglar. 1.3 sotuv yer maydoniga tushgan 2 etaj, 5 xonali oshxona hamda hovllarga ega bo'lib turgan aynan shu hovlimizda bu tarafga o'zini yashil hududlari tushyapti jigarlar. Mashina bemalol olib kirib olib chiqsanglar bo'ladi. Asosiy bu taraf eshigidan kirganimizda o'rta koridorni ko'rib turibsizlar. Elektrika, santexnik ishlar bitib bo'lgan. Shuna kirganimizda o'ng tarafimizga chiroyli bitta zal tushyapti. Rasmini ko'radigan bo'lsak, ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti jigarlar. Bu yoqqa kelganimizda alohida bitta bolalar uchun yotoqxona yoki kattalar uchun birinchi etaj uchun qilib qo'ysanglar, bilasizlar, kattalar tepaga chiqib tushgani qiynalishadi. Va bu yoq taraf ko'radigan bo'lsak, birinchi etaj uchun sanuzel bo'lib turibdi. Yon tarafida o'zini alohida orqa mana kichkinagina hovlicha qilib qo'yilgan, shunda bu havoni aylantirib turib, filtr hisobini olib turib, ikkinchi etaj ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga shunday ko'tarilganimizda jigarlar, ko'rib turganingizdek atmosfera juda chiroyli. Ko'tarilishimiz bilan o'ng tarafimizga bitta chiroyli sanuzel va yon tarafini ko'radigan bo'lsak, bitta yotoqxonamiz bo'lib turibdi. Elektrika, santexnika, cho'pli pollar hammasi o'tib bo'lgan. O'zingizni xohishingizda bitta remont qilib olsangiz bo'ldi. Bu yoq taraf ko'radigan bo'lsak, bitta kattalar yotoqxona bo'lib turibdi. Ichida sanuzellar bilan birgalikda. Oxirgi bu yoq taraf yotoqxonamizni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafga bitta chiroyli hovli tushyapti jigarlar. Qiziq joyi. Orientir jigarlar. Toshkent postdan 4 kilometr kirganimizda Oltintepada turibmiz hozirgi paytda. Oltintepada joylashgan aynan shu uyimizda xudo xolasa sizniki bo'lishi mumkin. Bitta dona qoldi. Yoniga ikkita sotib bo'lindi. Ikkitasi $110,000 dan sotildi. Bizga kelib turib, aka 110,000 qimmat, nima deyapsiz? Keling, mana bunaqa narx qo'yaylik turib, $99,900 ga savdolashib qo'ydik. Nima deysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Kommentariy fikrlarni yozib ketinglar, lekin bundan arzon menimcha topa olmasliginglar kerak. Bunaqa sharoit, bunaqa qurilgan uy bilan birgalikda jigarlar. Qalb Nur mebel zavodini ro'pparasiga tushayotgan ko'chada ko'rib turibsiz, katta yo'llar 100 metr masofada o'tib turibdi. Mashina tinmasdan o'tyapti. Kanalizatsiya hamma narsalar qilib qo'yilgan. Bu yerda bilasizlar, kanalizatsiya sentralni yo'q. O'sha o'ralar qilib qo'yilgan. Oshxonaga alohida hojatxonaga qilib turib, past raqamni qoldiramiz. Telefon qiling, aloqaga chiqib, ulgurib shoshilib qoling.